Problemada yurgan odamlar meni yaxshilab eshitinglar. Dunyoda bir dargoh bor. Sizda ham bor, menda ham bor. U dargohga kirasiz, hamma problemingiz unutiladi. Hamma muammolaringiz yechiladi. Hamma dardlaringiz xalos bo'ladi. U qaysi dargoh? U ota-onani dargohi hisoblanadi. Ota-onangiz yashab turgan uy hisoblanadi. Ota-onangiz istiqomat qilib turgan uy ichidagi uy hisoblanadi. Siz ana shu uyga kirasiz, hamma problemalaringiz yechiladi inshaalloh. Siz ana shu uyga kirasiz, butun bir dardlaringizni to'kib sochasiz, inshaalloh ularning duosini barakotidan, ularga to'kib sochganligingiz, ularni dargohiga bosh egib kirganingizni barakotidan o'sha muammolaringiz yechiladi. Agar sizda bunaqangi dargoh bo'ladigan bo'lsa, mahkam ushing, barcha ishlaringizni bitirib oling. Agar u dargohlar bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha dargohda yashab o'tgan ota-onangiz haqqiga istig'for aytib, duoda mustaqim bo'lingki, duolaringiz ijobatidan, duolaringiz barakotidan inshaalloh bu yechimlarni, bu qarzdorliklarni, bu problemalarni hammasi yechiladi inshaalloh.